alaykum do'stlar. Bugun sizda Minecraft yangiliklarida choti mabetlarda qo'pollar qurilib, tuzoqlar. Mana bu devorning orqasiga o'tishimiz uchun mana shu tuzoqlarni o'tishimiz kerak, do'stlar. Va shunaqa gaplar. Option mana shu yerdan o'tishimiz kerak edi. Arti bilan biz mana shu yerdan o'tishimiz kerak. Keyin mana devorning orqasida nimadir bor. O'shani ham ko'rsatamiz sizga. Albatta do'stlar, o'tamiz. Xo'p, mayli do'stlar. Va ketdik do'stlar. Sen birinchi boshlachi. Nimaga men boshlayman? O'zingni temiringdan bu yoqqa o'tma, tushunding? Sen la'natlangansan. Nega bu yoqqa kelasan? Nega gapirmaysan? Tilingni yutganmisan? Yo'q. Nimaga? Uyildi-ya. Indimi? Nima bo'ldi senga? Qatta tug'ildimi? Nima bo'lsa ham o'sha. O'tgandim men sening. Yo'ma-yo. O'ldim-a. Voy bratim, Arti o'lib qoldi. Boshqa ko'sh topish kerak. Yo'qoldi. Yo, jinni-ya. Yo'ma-yo, men o'tdim. Men ham o'tyapman. Ko'p gapirmaysan. Ko'rdingmi bitta? Tut meni. Men o'ldirishyapti. O'ldim-a. Meni ushlab qolmading. Men urmadim lekin. Qara xafa bo'ldim. Men seni tezroq oldinga o'tkazib yubordim. Bo'lmasa orqada qolib ketuvding. Surpriz senga. Yurmayman. Yo'q, seni oldinga o'tmoqchi. Ya astag'firullah. Bo'lmadi ya, astag'firullah bo'lmadi lekin bo'lmadi do'stlar. Ur. Uraymi? Ur. Yaxshilab solaman mana. Ur. O'xshadimi? Ur. Keyin yoqda tug'ilasan. Men ham mana shuni qilsam bo'ladi, lekin qilmayman. Ur. Jinni. Yaxshimisan? Bo'lmaydi. Menga 2 jon qolgandi. Keyin qaytadan nimalar bo'lyapti? Mana baliqlarni qara. Men xafa bo'ldim, sen rom o'ynayapsan. Voy, men saqlab olishdi. Sizlar mana bu baliqlarni ovozini eshitib ko'rganmisizlar do'stlar? Qaranglar. Qanaqa ovozi bor bularni? Bu g'alati, to'g'rimi? Qo'rqinchli. Yo'q, qo'rqitaveradi-ku. Xo'p, mayli, mana ularni kiyib olaylik. O'ldirding-a? Sendan boshqa kim tegdi, mol? Boliq. Men tumi bilan tavordim. Qara, meni ham tavormoqchi. Yo'may, xo'p, mayli, oldinga boraveray. O'tingni qising, o'tirish kerak. Zo'rg'a o'tdimi? Voy, xo'p, mayli, ketdik. Ham. Yeymiz. Ketdik. Urushamiz. Qatta bular. Yo'ma, men o'tirib olaydim, mana shu yerda ko'timda qilsaydi. Zo'r fikr bor menda. Uni sindirib yuborsam, keyin men bu yerdan urishim mumkin. Qayoqqa qochib ketyapsan? Yepatsan. O'ldi-ya. Yo'ma, men ham ketdim. Pashti. Yo'ma, endi qanday qilib u yoqqa boraman? Tezroq kelsanki, meni o'ldirishyapti meni. Hech chiqolmayapman. Nimalar bo'lyapti? Qarorchi papa. O'ldimi? Xo'sh. Tavba. Jang. Mana buni ko'zini qara. Qo'rqib ketaveraman. O'ldim. Million marta uraveraman buni. Nega bunaqa ko'p qo'yaverarkanman, bilasanmi? Seni o'ldirib olish uchun. Yo tavba. Bittagina jonim qoldi. Ham yeb to'ymaymiz. Nima qilyapsan? Mashinani sindirib, keyin nimadirlar qirib olib
O'pishib Şimdi o'ldi hem bo'lamiz. buradan aşağı kettik. Kevla, kevla, kevla. Давай, kevla, 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 kevla. İyi. Sinmadi lekin. Sen qolgandi. Maylim deyman. Mayli ketdik. Bu negadir suv tagiga cho'kolmayman, bilasanmi? Suv yuzida turaman, keyin urish qiyin bo'ladi. Men mabudga kelishibdi, uryapman. Hozir o'yladi-ya. Pastga baliq tushib ketibdi. Hech bo'lmasa bitta kamayibdi-da, ha. Abi, nima bo'ldi menga? Baliq itarib yubordi, katta baliq edi. Men ko'rdim lekin. Tak. Juda kattamidi? O'xshamadi. Mavla bavetda bekanib turishibdi, o'xshamadi. Betga kiyman. Nega men olmani olib yemaganman? Jang. Ey, bitta tugab qopti-ku. Jang, hammasi nariga ketib yuboribdi-ku. Jang. O'ldimi? Ya topa endi qachon boraman u yoqqa? Qachon o'zi meni kosam oqargan, ha? Senda ko'sang bor. Mana paqirim bor hech bo'lmasa. Rostdan ham paqirimga suv olsam bo'lardi-ku. Astag'firullah. O'lmaslik kerak, kesang-chi. Boryapman-chi. Astag'firullah, menga nima bo'lyapti? Va, o'ldimi yo? O'ldimi? Bitta qopdi-ku, ha? Qo'llarim baliq desam, baliq menga bitta ham tushmabdi. O'ldir ana shuni. Qayerda qoldi? Sen qachon kelib qolding-a? Sen boya yo'q eding-ku, qochib ketishni qara. Ko'rdingmi, meni ko'rib qochib ketdi. Ko'rdinglarmi? Sen ko'rmasang ham obunachilar ko'rdi. Ha, to'g'rimi ko'rdingiz-a? Hozir o'tirib qo'yamiz, suv oldingmi? Hammani qarama. Mana shunaqa bo'ladimi? Ko'rding, meni kosam oqardi desam, yo'q, ko'kardi. Ana chiqdik, to'g'ri chiqolasanmi bu? Men bo'ta emasman, tushunding, sen bo'tsan. Astag'firullah, suvim qolib ketdi. Sen birinchi suvni tushayotgan. Voma, suvni ko'rdingizmi? Qanday chiroyli. Yo, topam, nima qo'yib. Qo'lingdan tashlab kel u suvni. Tashlab keldim. Ko'r, kosam oqarib turibdi-ku. Voy, bo'qini zingdi. Axlat. Qani suving qo'lingda yo'q. Qayoqqa qo'yib yubordim? Yo'q. Da. Kari yo'q-ya. Men ham yo'q bo'lmasam bo'lmaydi. Bechora o'zini o'ldirdi. Bo'yagina mana shunday kesang tezroq bo'lardi-ku. Yo'q, men halolat insonman. Hozir o'zim o'tirib qo'yaman. Sular qachon yo'q bo'ladi? Mabetni qachon ko'ramiz bizlar? Mabetni qachon kod yozib yo'q qilamiz-a? Shuning orqasida o'ynashdan nima borligiga qiziqyapsizlarmi? Biz balki ikkinchi qism chiqaramiz. Yo'q, mana shunda ko'rsatib qo'yaman. Obuna bo'lsangiz keyin ko'rsatamiz do'stlar. Hozir o'sha uchun Kiran kanaliga obuna bo'lib, men kanalimga ham obuna bo'ling. Senga nega obuna bo'lishadi? Men bizning mamlakatda vodka O'ldi-ya. o'xshamadi. Suvni qo'ygandim-ku. Qo'ygandim, o'xshamadi. Yo'q bo'lib ketdi. Voy, bu botligim ko'rinib ketyapti, arti. Mana shu ham qo'limda o'l bo'lib ketmasdan, hech bo'lsa o'lmasman. Pastda suvim qolib ketdi lekin. Qaranglar, do'stlar, qaranglar, suvim qolib ketdi. Qani meni suvim? Pastda qolib ketdi-ku. Va piu, suvni qo'ydim-ku, ko'rdinglar-ku. Tavba, astag'firullah. Putliging balidami mabutuni? O'ldimi? O'lmadimi? Yiqilib tushdim, bacha, meni suvga itarib yubordi. Men suvni tushni qara, tashqarisida blok bor. Tegma qara. Qara. Ko'rmayapti menga. Negaki seni ko'rmayapti? Ko'r. Suvni ko'ryapsizlarmi meni suvim? Shu yerdami? Oldingda turibdi, kirib ketyapsan. Negadir senda ping beryapti. Shu yerdami? Ha, shu yerda. Suvga tushib ketdi bechora. Yo'q, meningda ro'sa. Senda ping beryapti rostdan. Yo'q qilib yubordi. Voy mol.
Xo'p, mana shu yerni hozir ko'rsatamiz sizga do'stlar. Obuna bo'ling. 3 Do'stlar, 1 2 3 yo'q qilsin. Obuna bo'ling. Va do'stlar, mana shu videomiz uchun obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin do'stlar. Asrli bo'ldi, lekin do'stlar qiyinchiliklarimizga, mehnatimizga qarshi mana shuncha yozib Ko'p o'lganimizni hisobga olmasak, lekin mehnatimiz zo'r ketdi. Ha, obuna bo'ling deb yozganimiz ham zo'r. 20 taga oz qoldi uning kanaliga. Iltimos sizdan obuna bo'ling. Xayr do'stlar. Bo'ldi, ketdik. Xo'p, mayli, ketdik. Qayoqqa ketamiz? Qayoqqa ketamiz? Qayoqqa ketamiz? Ketdik deysan. Xo'p, mayli, xayr do'stlar.